bemor bu holatda doktorga murojaat qilib keladi, yuragida og'riq. Yuragida og'riq bo'lgan vaqtida bir nechta kasalliklarni bir-biridan inkor qilishimiz kerak. Yurakning o'zi kasalmi, kasal emasmi? Birinchi navbatda bemorning qon bosimini tekshiramiz. Ikkinchi navbatda elektrokardiogramma tekshiruvdan o'tkazamiz va standart bo'yicha analizlar tekshiruvdan o'tkazamiz. U tekshiruv analiz xulosalari normada bo'lsa, keyingi kasalliklarni birma-bir tekshirib chiqamiz. Buning uchun bemorda bu yerdan har bir tarafidan nervlar o'tadi, qovurg'alar aro nerv. Ulardagi shamollash belgilari bor yoki yo'qligini ham bilishimiz kerak. Agar mabodo bemorda shamollash belgilari bo'lsa, o'shanga qarab davo muolajasini davom ettirishimiz kerak. Agarda shamollash belgilari inkor qilinsa, keyin qolgan anamnezlarni so'rab surishtirishimiz kerak. Bemorda ko'p asabiylashish bo'ladimi? Uyqusi qanaqa? Ratsional ovqatlanish qoidalari, hammasi bular keyingi kasalliklarni to'g'ri tashxis qo'yishimizga yordam beradi. Shunga qarab bemorga to'g'ri tashxis qo'yib olganimizdan keyin tavsiyalar beramiz. Shunga qarab bemor ambulator sharoiti yoki statsionar sharoitda davo muolajalarini oladi.